bir erkak o'z xotinini sinamoqchi bo'ldi. Vidolashuv xatini yozib, uni stol ustiga qo'ydi-da, o'zi esa karavot tagiga yashirinib, xotinini kuta boshladi. U qilayotgan ishi bolalarga xos bo'lishiga qaramay, uning xotini nima qilishini bilmoqchi edi. Erkak xotinining yig'lashi va dugonalarga xafa bo'lib, qo'ng'iroq qilishini kutgan edi. Ammo bunday natijani hech ham kutmagan. U dahshatli hayrat holatiga tushib qoldi. Va nihoyat xotini ishdan keldi va xatni o'qidi. So'ng ruchkani oldi-da, eri yozgan xat pastiga nimalarnidir yozdi. Keyin esa sho'x qo'shiqni xirgoyi qilib raqsga tushdi. Eri kutgan g'amginlik va yig'idan asar ham yo'q edi. U ko'proq baxtli insonga o'xshardi. Eri bu hodisadan hayratga tushdi. Ammo vaqt o'tishi sayin voqea bundan ham yomonroq tus ola boshladi. Ayol telefonni qo'liga oldi-da, raqamlarni tera boshladi. Eri esa u kim bilan gapirayotganini diqqat bilan eshitar edi. "Salom azizim. Men tayyorman va senikiga yo'l olyapman." Va nihoyat erim meni tashlab ketdi. Men bunga erisha oldim. O'zim qanday qilib unga turmushga chiqqanimga hayronman. Afsuski, biz sen bilan oldinroq uchrashmaganmiz. Mayli azizim, ko'rishguncha. U telefonni qo'ydi-da, eshikdan chiqib ketdi. Erkak "Xotinim ketib qoldi" deb xafa bo'ldi. Ko'z yoshlariga to'la ko'zlari bilan karavotning tagidan chiqdi va xotini xatga nima yozib ketganini o'qiy boshladi. Karavot ostidan oyoqlaringiz ko'rinib turibdi. Men do'konga nonga chiqib ketyapman. Sinash emas, shunchaki ishonish kerak deb qoluvchi sizning jufti halolingiz.